Uzdil HTML darsligi 38-qism HTML5dagi ovoz. Navbatdagi to'rda ovoz qo'yish asosan qisturma orqali amalga oshirilgan HTML5 yangidan audio elementini ta'minlash orqali ovoz qo'yishni bir taraf qildi. U MP3, OGG Vorbis va WAV ovoz hujjatlarini qo'llaydi. Hamma u tuvanda har qaysi tur ko'rgishlarning bu hujjatlarni qo'llash qo'llanmaslik avvali berilgan. Andan keyin bu Internet Explorer 8 da video elementini qo'llamaydigan bo'lib, iOS 9 dan boshlab audioni qo'llaydigan bo'ldi. Andan keyin bu bir amaliy misol ko'rib baxsak, mana bu Chrome Tor ko'rgishda buningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana bu ovoz hujjati qism berildi. Andan keyin buning kontrolleri ko'rinsin deb mushkuladatki aniqlik berilgandan keyin masalan bayon qo'yishni besib qo'ysak, to'xtatsak bo'ldi. Ovozni pasaytib, andan keyin qo'yish qim bo'ldi. Andan keyin bu audioniki xarakter qiymatlaridan, masalan autoplay, buning xarakter qiymati autoplay, andan keyin kontrol stigini shu buningki qo'yish, to'xtatish qatorli kontrolleri, loop deganimiz, takror qo'yish, andan keyin src degani film şu ovoz hujjatininki adresi, ya'ni ismi, yoki preload degani shuni ovozni qochilash yoki qochilmaslikni ko'rsatadi.